E'tiboringizni energetika mavzusiga qaratamiz. Bugun mamlakatimizda ayni sohada nafaqat yirik loyihalar, balki tuman, shahar miqyosida ham elektr stansiyalari qurib, mavjudlari tubdan modernizatsiya qilinib, shu hududlar aholisining elektr energiyaga bo'lgan ehtiyoji qondirilib kelinmoqda. Xususan, Toshkent issiqlik markazining 4-sonli issiqlik markazida 100 megawatt quvvatga ega yangi gaz porshinli elektr stansiyasi qurilmoqda. Mavzuni muxbirimiz o'rgandi. Ilgari issiqlik markazlarida faqatgina issiqlik energiyasi ishlab chiqarilardi. Endi esa bu qatorga elektr energiyasi ham qo'shilyapti. Davlatimiz rahbarining tashabbusi bilan Xitoyning yirik kompaniyalari bilan hamkorlikda Toshkent shahrida pilot loyiha ishga tushyapti. Ushbu stansiya faoliyat boshlagach, yiliga 876 million kilovatt-soat elektr energiyasi va 784 ming gigakaloriya issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Bu 365 ming xonadonning elektr hamda 58 ming xonadonning issiqlik energiyasiga bo'lgan ehtiyojini to'liq qoplaydi degani. Yunusobod tumanida joylashgan 4-son issiqlik markazida amalga oshirilayotgan yangi loyiha 100 megawatt quvvatga ega. O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi hamkorlik aloqalari yildan-yilga rivojlanib bormoqda. Bu ikki mamlakat yetakchilarining siyosiy irodasi natijasi deb o'ylayman. Shu sabab ham biz O'zbekistonda ish boshladik. Bu kompaniyamizning O'zbekistondagi birinchi katta investitsion loyihasi hisoblanadi. Hozir qurilish ishlari jadallik bilan olib borilyapti. Xitoydan eng ilg'or zamonaviy texnologiyalarni olib kelyapmiz. Biz tezroq aholiga elektr va issiqlik energiyasi yetkazib berishga oshiqyapmiz. Ushbu hamkorligimiz yanada mustahkamlanishini istayman. Ushbu gaz porshinli elektr stansiyasi qurilishi yurtimiz energetika salohiyatini yanada mustahkamlash, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarini bir vaqtning o'zida ham issiqlik, ham elektr energiyasi bilan ta'minlashga qaratilgan. 2024-yil dekabr oyida hurmatli prezidentimiz tomonidan start berilgan Xitoyning Sintek kompaniyasi, V-Power kompaniyasi hamda loyiha amalga oshirish davomida biz mahalliy korxonalarni, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni ham jalb qilib, birgalikda birinchi marotaba unikal loyiha amalga oshirilyapti. Loyihaning unikalligi shundaki, shu kunga qadar issiqlik markazlari faqat issiqlik energiyasi ishlab chiqargan. Bu loyihaning ahamiyatlisi bir birlik gaz hisobiga ikkita mahsulot, ya'ni elektr energiyasi hamda issiqlik energiyasi ishlab chiqariladi. Buni afzalligi birinchi navbatda o'sha tabiiy resurslardan unumli foydalanish, qo'shimcha qiymat, ya'niki faqatgina issiqlik energiyasi emas, elektr energiyasini ishlab chiqarish. Buni hisobiga o'sha issiqlik energiyasini ham tannarxini sezilarli darajada kamaytirishga olib keladi. 98 gigakaloriya issiqlik, 100 megawatt elektr energiyasi bir vaqtning o'zida ishlab chiqariladi. Rejaga ko'ra 2025-yil oktyabr oyida loyihani ishga tushirish mo'ljallangan. Ushbu gaz porshinli elektr stansiyasi ishga tushirilgach, 50 ta yangi ish o'rni yaratilib, 15 million kub metr tabiiy gaz iqtisod qilinishiga erishiladi.